Musulmonlar o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi. Muqaddas Makka shahri har yili 100 minglagan hojilarga quchoq ochadi. Xilma-xil irq va millatlardan musulmonlar Ka'baning atrofiga to'planadi. Afrikadan kelgan qora tanliklar, Yevropa va Amerikadan kelgan oq tanliklar, Osiyo tog'larini eshib kelgan sariq tanlik musulmonlar, arablar, farislar, turklar, pokistonliklar, afg'onlar top-top bo'lib kelishib, Ka'baning atrofida takbir va tahlil sadolarini yangrtadi. Hammasi ushbu muqaddas uyning atrofida tavob qilib, Safo bilan Marva orasida sa'i qilib, Hazrati Ibrohimning maqomida namoz o'qiydi. Zamzam suyidan bir qancha yutum ichib olish uchun bajoyiki bir-birlari bilan baslashadi. O'xshamagan taraf turli yo'llardan kelib, bu muqaddas keshish nuqtasida jam bo'lgan bu mo'minlar o'zlariga xos rang va tillarni namoyon qilishadi. Ammo bir narsa hammaga o'rtaq ekanligi ro'shandir. Allohga, Rasuliga va kitobiga bo'lgan chin iymon. Peshin namozini o'qib bo'lgandan keyin Makka mukarramada turayotgan uyimga qarab mangdim. Arqa yo'llardan, tar ko'chalardan aylanib meng'atatdim. Bu arqa ko'chalarda tasviylar, joy namozlar, har xil bezalgan bosh kiyimlar va duo kitoblari qatorliq narsalar setilatdi. Do'konlardan birisiga kirib o'ltirdim. Do'konlarning chiroyi turqi, rangi-ro'yidan 70lardan oshganligini va o'ziga xos talaffuzidan uning arab emasligini taxmin qilg'ili bo'ladi. Bir tarafdan chiroyli tasvirlarni ko'rgach, "Nerdan bo'lasiz?" deb so'radim. Qayg'uga o'xshab ketadigan bir ifoda bilan lappati birini qarab qo'yib, "Allohning tangri yurtlaridan biridan" dedi. Tushundim, ammo qaysi davlatdan deysizkin? Yoshga to'lgan ko'zlari bilan yana bir qatim qaradi. Titrangi bir o'xsinish bilan qo'shib, "Turkiston" dedi. Ozroq o'ylanib olgandan keyin qayta so'radim. "Turkiston degan Turkiya qaramdi?" Maysani kulimsirab turib, "Musulmonlar o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi" dedi va "Nima ish qilasiz?" deb so'radi. "Misrda doktorman." Demak, sha'ni shavkatlik Al-Azhar joylashgan davlatda yashaysiz va Turkistonning nadaligini bilmaysiz deyli. Imom Buxoriy, Ibn Sina, Farabi, Biruniyni bilmay qolmaysiz qachon? Albatta bilaman. Ana shularning yurtidanman. Uningdan keyin Mustafa Murad Hazrat ismli bu mo'ysifat kishi menga Turkiston va Turkistonning beshidan o'tgan kulfatlar haqida so'zlab berishga boshladi. Turkiston shimolga joylashgan bir davlat bo'lib, mustamlikchilar bu go'zal yurtni Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkiston deb ikkiga bo'ldi. Ruslar G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilib, Sovet ittifoqiga qo'shib oldi. Sharqiy Turkistonni bo'lsa, Xitoylar bosib olib, o'z chegaralariga qo'shib oldi va yangi chegara ma'nosida Xinjiang deb ism qo'yib oldi. Ya'ni butun Turkiston sotsializmning ikki temir panjasi ostida ezilishga boshladi. Shundoq qilib, Allohning nomi zikr qilinadigan sharafli tarix va ko'z qamashtiruvchi madaniyatlar yaratgan ulug' bir qadim islom diyorini nobud qilishdi. Turkiston ikkinchi Andalus bo'lib qoldi. Musulmonlarning nihoyat ibratli bir xatosi o'z tarixlaridan cho'rtli degidek bexabarligi va dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan mo'minlar haqida asosan bir narsa bilmasligidir. Ya'ni musulmonlar bir-birlari bilan aloqasi yo'qdek yashaydi. Oppoq soqollari titrashga boshlagan edi. Shundoq bo'lsa-mu, gapini davom qildi. Menga yaqinroq kelib, "Choy ichimsiz?" deb so'radi. "Ichay, lekin hayot hikoyangizni boshdan anglag'im bor" dedim. Nevrisi bo'lsa kerak, bir bolaning qo'lidan bir piyola choyni elib ichgach, gapini davom qildi. Hayot hikoyam qayg'u-hasrat, dard-alam va iztiroblar bilan to'lgan. Har yili bu muqaddas tuproqqa minglagan kishi kelib, haj farzini ado qilib, yana bir necha kundan keyin kelgan yo'llar bilan qaytishidi. Haj degan musulmonlar qandoq kelgan bo'lsa, shundoq ketishlar uchun farz qilinibdi ekanmi?
Men undaq qaramayman. Bu muqaddas diyorning ziyoratchilarga o'rg'oq va bo'lqa ostida ezilib, ingrayotgan bechora musulmonlarning hikoyasini anglatmaymanmi? Deganingizdek bo'lsin. Oqshomliqqa ko'rishayli. Men bir necha kitob ekilay va sizga uzun hikoyamni so'zlab beray. Men bu yerda turg'anim bilan yeshil yurtimning muqaddas tig'i Tangritog' ko'z oldimdan ketmaydi. Sizga Pokiston bilan Turkiston orasidagi Pamir tog'lari, Chumbel romanlari yetib tashlangan ayollar, zamonaviy maktablarda dinsizlik bilan tarbiyalanib, manqurtlashtirilgan bolalar, batil va yolg'onlar orqali diniy va tarixiy unutildirilgan yoshlar, chaylangan munbar va qubbalar, Sibiriyaga surgun qilinib, kishining aqli ko'tarmaydigan qiyin qistoqlarga duchor bo'lgan kishilar haqida so'zlab berishga tirishaman. Men Sharqiy Turkistonlik. Әмсә, hikoyamga boshdan quloq soling.